أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال في الصلاة. namazdan içindeki şirketler babı dedi. Yukarı bab namazdan ilgiriki şirketler bir münasebetlikte. Qala yenbaghi lil musalli en yakhsha'a fi salatihi. Namazdan ruhi bo'lgan, ruhi salat al-khushu', xushu'dan başlanır. Namaz o'quvchi namozida xushu' bilan turishi lozim deydi. Liqawlihi ta'ala: "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Yani xushu' degan namozdan ruhi bo'lgandan bu nimadan iborat? Bunu tushunish lozim. El-xushu' lug'atda as-sukun, jim turish, shuk turish, o'zini tuvan tutish, kamtar bo'lish, o'zini xor qilish Allohning oldida. Shunda ma'nolarni o'z ichiga oladigan bir so'z. Qur'oni Karimda va khashi'atil aswatu lir-rahman. Khashi'atil aswat degan jimib qoldi, pasib qoldi degan ma'noda. Şu ayette ve khashi'atul aswat degan ovozlar shunda jimib qoldi, pasib qoldi degan ma'noda. Yani bir ayette ve min ayatihi enneke taral arda khashi'atan. Zaminning xashi holatda ekanligini ko'rsa deydi. Yani past tuvan holatda, suv kelmagan, bir narsa unmagan holatda past holat ko'rsa, suv bag'imdan keyin ziroatlar o'simlik bilan o'rilishi mumkin. Yani shariatning ma'nosi shu. Şeriatdagi ma'nosi dilda Allohdan qo'rqishdan iborat. Dilimizda Allohdan qo'rqqandan keyin buningki alomatlari badanimizda ko'rinadigan gap, tashqi ko'rinishda namoyon bo'ladigan gap. Davomdan keyin xushu' degan ichki xushu' va sirtqi xushu' deb ikkiga ayirish mumkin. İmam İbn Qayyim rahmetullohi alayhi xushu'ni shunda ta'riflagan: "Qiyamul qalbi bayna yaday Rabb bil khudu'i va zul." Dil Parvardigorning oldida o'zini tuvan tutgan va bo'ysungan holatda tursa, mushu xushu bo'ldi deydi. Yuqorqi oyatda qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Nijotga erishadigan, masalan, falah deganda biz murod maqsadga yetgan, nijotga erishgan, oxiratda abadiy saodatga erishgan deb tafsir qilsak, ashunda abadiy saodatga erishadigan mu'minlarning sifatini namozda xushu bilan turadiganlar deb sifatladi bu oyatda. Bundan keyin namozdagi xushu' jim turish, o'zini tuvan tutish, u yoqqa burilib qaramaslik, jiq harakatlarni qilmaslik va Allohdan qo'rqib turishni o'z ichiga oladigan bir hukm. Endi Qur'on Karimda mu'minlarning va mu'minalarning sifatini shu xushu' sifati bilan bayon qilgan. Val khashi'ina val khashi'at. Aşında müminlerge Allah Teala addallahu lehum mağfiratan ve ecran azima. Katta ecir ve mağfiret tayyorlab qo'ydi deydi. Endi ulamolar şu ichi bilan tashqi ko'rinishning moslashmasligini munofiqlik deb so'raydi-ku. Ichki dunyo bilan tashqi ko'rinish o'xshash bo'lmasa, bu nifoq bo'ldi. Masalan, dilida Alloh Taolo ishonmaydigan, sirtqi ko'rinish voy men musulmon deydigan bu munofiq bo'ldi. Xushu' dilda bo'lmay, tashqi ko'rinishda bo'lsa, bu bir xil nifoq. Xushu' nifoq deb atildi. Amaliyotda Allohdan qo'rqqanlar ish qilmaydigan, lekin ko'rinishda shunda muloyim, mullamijaz, shunda yavash, bunda ko'ransa, bu xushu' sohasidagi nifoq bo'ldi. Shunga Hazrat Umar namozda bunda bo'yniga bunda turgan birisini ko'tara bo'yningni xushu' degan Allohdan qo'rqishga va qalbda bo'ldi. At-taqva ha huna deb ko'rsatgan. Yana tabi'iylardan birisi Said ibn Musayyab namozda uyan buyon
qarab sherkat qilgandim birisini ko'rib law khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu degan. Agar buning dili xushu bilan tug'an bo'lsa, uning butun a'zolari xushu bilan tug'an bo'ladi dedi. Shu haramda masalan Masjid Haramda qarasanglar, namoz o'qiyotganlarni tarag'ida ko'rsizlar naqmaydi. Keyin o'ngishayotgan ba'zida telefon qarabdan bir nima qilib o'tadi, balki xat uchur yo'llayib o'tib namoz turib. Chap qo'ydigan, namoz turib telefonning zaratkisini chetib qo'ydigan. Har xil sherkalni ko'rasizlar. Bu hammasi shu dilda xushu bo'lmaganlikning alomati. Hazrat Huzayfa radhiyallohu anhu debdikan, siz dastlab qilib dininglardan qo'ldan ketkizib qo'ydigan narsa xushu. Eng oxirda qo'ldan ketkizib qo'ydigan narsa namoz. Shunga keyingi zamonlarda masjidga qarsanglar, namoz o'qiydiganlar bor, lekin xushular o'qiydigan birisi qolmaydi. Demak, bu xushu ruh sola. Namozning zodi shu bo'lmasa bo'lmaydigan muhim bir qismi. Bu kitobda shunga namozning dastlabki faoliyatlaridan ilgari xushu to'xtaldi. Bu to'g'ri tanlash. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز o'qig'inida ichidan xuddi qozonning qaynagan ovozdek bir xil mung chiqdi dedi, ovoz chiqdi. Aziz degan qozonning qaynagan ovozi. Bu ovoz nimadan chiqadi? Yig'i aralash, xuddi ovozliq yig'layolmay qolgan odam, yig'laydi ovozini chiqarolmay qolgan odam, ashuna bir xil holatda bo'ldi-ku. Shuna bir ovoz chiqdi deydi. Mirja degan qozon degan ma'noda, qidir. Wa yakunu nazaruhu ila mawdi' sujudihi. Namozda turib qayerga qaraydi degan masala bor. Hanifi mazhabda shundaqla jumhur ulamolar qiyomda turgan vaqtida sajdigohga qaraydi deydi. Endi shu namoz turib qayerga qarash masalasiga kelsak, bu yerda faloniga qarasam bo'lmaydi deb chekilgan bir o'rin bor. U qaysi esa namoz turib masalan yo bir duo yo bir nima bo'lsa osmonga qarab, osmon qarash cheklangan. Bunda ulamolar ittifoq. Yana uningdan boshqa diqqatni tortadigan namozdagi xushuga ta'sir etadigan narsaga qaramaydi. Da qaramasa oldida bir kitob ichig'liq bo'lsa, bir gazet bo'lsa, da qarab uni o'qitib. Unda qis bo'lmaydi. Shu ulamolar shu masjidlarning tomlaridagi zibuzinnat, naqsh va kazani makruh deb qaraydi. Namozxonning diqqatini tortadigan bo'lg'achqa. Davomida Hanifi mazhabda qiyomda turgan chog'da namozxon sajdaga qaraydi. Shu qarash mustahab. Ko'pchilik ulamolar shunday deb qaragan. Maliki mazhabdagi ulamolar oldi tarafga qaraydi, qibla tomga. Sajdaga qaramaydi degan. Nima uchun desa, chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Favalli wajhaka shatral masjidil harom" dedi. Masjid haram tarafga yuzlangan degan bo'g'achqa oldiqlam qaraymiz dedi. Yana Sahih Buxoriyda hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshimda asrda oyat o'qimda desa, sahobalar o'qiydi degan. O'qoqlikni qanday bildinglar? Ishida o'qigan bo'g'achqa desa, saqilning unda medillig'idan to'q degan. Demak, bu sahobalar hozir sajdaga qarab turganmi yo Rasulullohga, imomga qarab turganmi? Buningdan oldi qarab turdi degan qarashga dalil chiqargan Maliki mazhabida. Yana Hazrat Aisha radhiyallohu anha uyga surat parda tatib qo'yib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda tahajjud yo nafl namoz o'qigan chaqda ash pardagi rasmlar diqqatini buzgan. Bundan keyin buni elbette amiti anna qiramaka degandek buyruq qilib, keyin Hazrat Aisha radhiyallohu anha shu pardadan ikki yostiq yasatgan. Demak, shu oldida bo'lgan ekan, diqqatni tortdi, oldi qarorligini ko'rsatdi demakchi. Rasululloh shu pardanizda shag'alatni alamu hadihi degan yoki la tazalu tasawiruhu taridu li fi salati degan. Bundan ekan namozda osmon qarashga bo'lmaydi. Chunki hadisda osmon qaraydiganlar ya buldi qiladi ya Alloh taolo ko'zining nurini olib ketadi degan. Yana biri diqqatini buzadigan narsa qarasa bo'lmaydi.
yana ko'zni jumbalash bo'lmaydi degan ulamolar bor. Ba'zi ulamolar agar diqqatini tortilgan, diqqatini buzgan narsa bo'lib, diqqatini yig'ish uchun xushu bilan turish uchun ko'zni jumbasi bo'ladi degan. Yana hadisda la yujavizu basaruhu isharatahu deb kelgan. Bu o'ttag'an holatda, tashahhud o'ttag'an holatda ko'zi sababi ishoratida o'sha turdi degan. Bu o'ttag'an chaqda ay sababi ishoratiga qarab turdiganligini ko'rsatdi. Ba'zi ulamolar masalan ruku qilgan holatda ikki putining oraliqiga qaraydi deyish mumkin. Lekin mushu qarashlarida bo'lsa, nega qaraydi degan masalan ijtihaddan iborat. Bunda masalan falonga qarashing kerak, yo qaramasam bo'lmaydi degan bir yo'q. Lekin umuman namozda xushu bilan turishda yordam bo'lgan shaklda, mas qilgan shaklda turmang. Cho'qim falonga qaraysiz, qarash kerak degandek so'zlarningki aniq bundan nas dalili yo'q. ويكون نظره إلى موضع سجوده لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره في الصلاة موضع سجوده تخشعا لله تعالى. وهذا من روايات قلنغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كوزي الله تعالى بك خشولق قلق جاتنا تخشع تفعل وزنه بك خشولق قلقتين سجدقائدن ألق كتميتين أبو مثل آجزرا قدس بوسكرة وهو أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف يمينا وشمالا. سجدقاء قراش اون صلغة قراب يجندن bu xushuğa Allah Taala'nı ulug'lashga eng yaqin. At-tarf ko'z. Bu yana hadis cheklanga ishlamish. Bu yoq bu yoq qarash. Ko'pincha o'sha hayvonotlarga o'xshab qilishdan to'sqa hadislar bor. Masalan, naha an iqa'il kalb. Ishqa o'xshash cho'kab bunda o'tirishdi. Sizda bunda aldı qo'yib o'tirgan sho'g'o, namozda shunda o'tirishdan to'sqan. Ondan to'gi cho'kkanda cho'kashdan to'sqan. To'qdan cho'qilgandek cho'qilashdan to'sqan. Nahan iltifatat at-ta'lab, tulki u yoq bu yoq qaragandek, navshalik bilan tez-tez qaraydi-ku, shunda u yoq bu yoqqa qarashdan to'sqan. Hammasi shunda hayvonlarning ahvollari. Qala va man arada ad-dukhula fi as-salati kabbar. Hamda namozga turishdan takbir tushirish masalasi. Namozga turadigan kishi takbir tushirdi. Bu takbirning hukmi vojib. لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى. الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى deb ashu oyatda yoki suhuf İbrahim va Musa ilgirki ummatlarning sahifalarida mushuna dabba degan bo'g'achqa Alloh taolaning ismini atash namozga kirgan chaqda farz. Ya diqqat qiling. Allohning ismini atash farz, lekin takbir tushirish vojib. Nima uchun Alloh taolaning ismini atash farz? Chunki Qur'on Karim bilan isbotlangan. Navoiyga Hanifi mazhabda zikr va Allohning ismini atab namoz o'tirish farz. Liqavli ta'ala va zikra ismi rabbih fasalla. Takbir bilan namoz o'tirish vojib. Chunki hadisda isbotlangan bo'g'achqa. Wa qala sallallohu alayhi vasallam la yaqbalullohu salata imri'in hatta yada'a at-tahura mawadi'ahu da tirnoqni bekor qilib o'tganlar. Hadisning davomi bor. Mawadi'ahu va yastaqbil al-qiblata va yaqula Allohu akbar. Allohu akbar degandan keyin tirnoqni yopsizlar. Hadisning tugagan joyi shu. Judg'ayam to'liq yo'q, taritilib, qiblaga yuzlanib turib Allohu akbar demigicha Alloh taolo bandaning namozini qabul qilmaydi dedi. Navoiyga o'sha Allohu akbar demasa bo'lmaydi degan. وإن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزاه. Başqa bir söz bilan namozni quloq qilib qolsa, bu so'z Alloh taolo hamd sana aytadigan, madhilaydigan, ulug'laydigan anda bir so'z bo'lib qolsa, mayli bo'ldi deydi. Masalan, kat-tahlil, tahlil ya'ni la ilaha illalloh. Namazga la ilaha illalloh deb nomdan turibdi. Alloh akbar degan o'rinda. Ya tasbih subhanalloh deb turibdi. Aw bismin akhar yoki undan boshqasi ar-rahman va akbar, ar-rahmanur rahim degandek masalan. Anda desa azzahu deydi. Mayli hisob bo'ldi. Namozda buzib ketmaydi, namozga ta'sir etmaydi.
Albatta bu bosh so'zni ishlatib turing degan gap emasmi bu? Allohu akbar deymiz. Takbir so'zini ishlatish vojib. Lekin bosh so'zni ishlatish namoz buzilib ketgan, namoz bo'lmaydigan ish yo'q demakchi. وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بلفظ التكبير. عندما هو يعني في مذهبك اختلاف. أبو حنيفة ومحمد yuqorqidek qargan bo'lsa, Abu Yusuf debdi, takbir so'zi bilan quloq qoqish lozim. Bunda quloq qoqmasa namoz bo'lmaydi. Va huwa qawlu Allohu akbar. Yoki Allohu akbardan o'rniga Allohul akbar desin mayli deydi. Yoki Allohul kabir desin bo'ldi. Yoki Allohu kabirun desin bo'ldi. Hammasi o'xshash degan. Illa an la yuhsinahu. Faqat lam mush so'zga og'iz kelmaydigan bo'lib qolsa, deyilmaydigan. Masalan, tungan bo'lib qolgan bo'lsa, Allohu akbar deyilmaydi ekan. Va qancha qiysa buning tili kelmaydi ekan. Tunganligiga keldiganda balki kelmaydi ekan. Kelmasa, bu chaqda uning o'rniga shunda Allohni ulug'laydigan ma'nodagi so'zlarni desa bo'ldi demoqchi. Nima uchun endi mushunlam deyish lozim, takbir so'zini deyish lozim desa, li'annal mutawaratha, ya'ni biz ashu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, sahobalardan va salaflardan og'inimiz, o'rganganimiz, shuldan bizga qolib qolgan usul shu deydi. Allohu akbar deyish. Va af'alun va fa'ilun sawa'un fi sifati ta'ala. Af'al vazni bo'lsin, fa'il vazni bo'lsin, Alloh taolaning sifatlarida baribir o'xshash. Allohu akbar degan mo'sh Alloh eng ulug', Alloh buyuk degan ma'noda. Boshqa ilohlarmi buyukda, Alloh sal unda buyuk degan bo'lmaydi. Alloh ham buyuk degan bo'ldi. Kabir degan shunda. Kabir degan ma'adahu sag'ir degan bo'ldi-ku. Ha. Hammasi o'xshash ma'noda bo'ldi. Walahuma, yani Abu Hanifa bilan Muhammadning dalili dalilut tarafayn deymiz. Qawluhu ta'ala va zakara isma rabbih fa salla. Mush ayat dalil. Nazalat fi takbiratil iftitah. Namozni quloq qoqish haqida tushgan oyat musho debdi. Lekin bu ilgirki ummatlarning sahifalaridagi oyat ma bu. Tamam. Inna hada la fi suhufil ula suhufi Ibrohim va Musa. Nolki shar'ul man qablana shar'ul lana mu degan masala kelib chiqsa, bizning shariat o'zgartirgan bir ahvol kelmasa, hisob degan ma'noda bo'ldi. An bu oyatni keldi dalil qilib, vajil istidlal nima? Qaysi tarafdan dalil bo'ldi ekanligiga desa, faqad tubira mutlaquz zikr. Chunki bu oyatda azar zakara degan so'zni, zakara isma robbi, Allohning ismini zikr qilsa, atsa deblam nima qildi? Va takbir shurish degan gap yo'q. Va taqidul kitabi bi khabar al wahid la yajuz. Yani bu azamning qoidasi bo'yicha Qur'on Karim mutawatir lafzan va ma'nan bo'lgandikan, xabar vahid bu zanni dalal bo'lg'achqa, qat'iy dalalni tasdiqlab o'tmay qoldi demoqchi. Walau iftataha biqawlihi Allah aw Ar-Rahman jaza 'inda Abi Hanifa li wujud adh-dhikr. Yuqorqi istilolga asosan Abu Hanifaning nazarida Allah deb quloq qoqsa, yoki Ar-Rahman deb quloq qoqsa jaz bo'ladi. Nima uchun degan chaqda Allah degan kishi Allohning ismini atadimi, atmadimi? Atadi. Ar-Rahman ismini atadimi, atmadimi? Atadi. Va qala Muhammad hamda ishkala hozir meya kelgan chaqda ayrilib ketgan gap. Imom Muhammad debdi, la yajuz. Unda yolg'iz Allohning ismini atab qo'yish bo'lmaydi. Illa an yadumma ilayhi sifa. Uni bir sifatni qaytish lozim. Masalan, ka qawlihi ajallu aw a'zam. Allohu ajal. Yani Allahu azam degandek sifat qatish lozim. Walau qala Allahumma al-asah an yajuz. Allahumma da quloq qoqish desa, yani bu mazhabda ishqil qarash va joiz emas degan qarashmi, umi sahih qarash, lekin sahihroqi joiz bo'ldi. Va ma'nahu ya Allah, yani Allahumma degan so'zning ma'nosi ey Allah degan bo'ldi. Allahumma g'firli deymiz-ku. Ya Allah, ighfirli degan ma'noda. Wal mim mushaddadatu khalafun 'anil nida. Allahumma deganki mim, tashdidlik mim, ashu Allah lafzul jalalining oldidagi ya harfi, harfin nidaning o'rniga degan harf. Oldida kildigan ya oxirga o'tib lam
mim o'zgarib ketdi. Unda vacibni teketkenlik olab Allohu akbar deyish vacib edi masalan. Bunga bo'ldi. Yani şu o'rnida joiz bo'ldi degan qaraganda shu takbir tushgandek bo'ldi. Balki takbir faqat tushmasa, bu so'zni dinsa, anda sajda qildi. Ma'vadir shu o'rniga desaydi degandan qaraganda sajda kelmaydi demak. Endi Allohumma deb arabda yana bir so'z bor. Ha? Bu dua yanında ya Allah degan bo'lmaydi. Allohumma degan illa degan istisnamani qildi. Manda bo'ladi Allohumma illa idza kana deb qo'ydi. Faqatla manda ahvolda manda bo'lib qoldi dedi. Bu istisnoni ko'rsatdi Alloh. Walau qala Allohumma ighfirli la yajuz. Allohumma ighfirli da quloq qilgan bo'lsa joiz emas, leanna laysa bi ta'zimin xolis. Chunki bu sab ulug'lashdan iborat emas, bu bir duo. Walau iftataha al-akhras wal ummi bin niyyati jaza. Akhras gacha yoki gasgacha deylar. Gas olsa gacha bo'ldi odatda. Gasgachilar bu gap qilamagan ekan, ko'ngilda niyat qiliblam. Namoz quloq qaqsa bo'ldi. Val ummi degan o'sha namozning ahkomlarini faqat o'rganmagan, hech qanday savodsiz qari turib ketgan deylar. Bu ana bilmagan ekan, shunda niyatlardan to'g'an bo'ldi. Lekin bundan keyin biz yutib qo'yishimiz lozim. Manda Allohu akbar deb quloq qiqish bor deb o'gitimiz. Lekin shunda hukumatdan endi turib qolgan bo'lsa, mayli maqatim bo'libdi deymiz. Wal afdalu an yukabbira al-ma'mumu muqarinan li takbir al-imam. Shu wal afdal degandan biz imom bilan tang takbir tushishimi bo'ladi ekan, imomdan kechikib takbir tushishimi bo'ladi ekan, lekin afzili tang barobar takbir tushirishgan deb tushunamiz. Yuqorqi masalada Imom Shofiyning ixtilofi bo'lmiş edi. Imom Shofiyninkini farqini yozib qo'ymabdi yuqorida. Kabbara degan. Imom Shofiy Allohu akbar yoki Allohul akbar shu ikki so'zdan boshqa so'z bo'lmaydi degan. Yana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi arabcha emas, farsi tilda takbir tushishim bo'ldi degan. Shu farsi tilda bo'ldi deganligi, boshqa tilda bo'ldi deganlik. Chunki shu chaqda o'zining tili, Abu Hanifaning tili farsi edi. Yoki shu Iron, Iroqdagi shu xalqning tili farsi tildi. Yani mushu masala nimaga chetishlik qilsanglar, masalan farsi tilda takbir tushishim bo'ldi yoki u so'zni o'zgartirib boshqa so'zda Allohning ismini atab qilsin bo'ldi deyish, naverib taqildi desanglar, mush quloq qiqishdan iborat mush ish. Namozning ichidagi ishning bir qismi yoki namozning sirtidagi taqa namozga kiradigan bir bo'sug'idagi ishmi? Mushuni chetishlar. Agar namozning ichidagi ish desa, sal chingitdi uni. Sallu kama ra'aytumuni usalli degan ekan. Namozning sirtidan Allohu akbar deb bo'lgandan unda namozga kirmas deb qolsa, ma Allohu akbar namozning sirtida shu bo'lgandan Allohning ismidan bizni atab ya farsi avzanni tillatsam Allohni zikr qildim sesam bo'ldi degandek mazmun chiqadi. Balki Hanifi mazhabda bu namozning ichlik faoliyatining birisi emas aslida. Namozning ichiga kiradigan bir bo'sug'iday iborat. Lekin Shofiy mazhabda bu namozning ichiga yashaydi. Ham yerda namozning ichidagi ishlar qatoridan bayon qildi. Wal afdalu an yukabbira al-ma'mum muqarinan li takbir al-imam wa indahuma degandan yuqorqi muqarana qilib imom bilan tang-tang Allohu akbar deb quloq qiqish afzal degan qarash Imom Abu Hanifaning qarashi. Ikkalarining qarashi imomdan keyin takbir tushirish afzal degan qarash. Navbatda Imom Abu Hanifa imom Allohu akbar deganda jamoatmi tang Allohu akbar deb tursa shu afzal debdi. Sohiban imom quloq qaqib bo'lgandan keyin uningdan keyin quloq qaqudi jamoat debdi. Nima uchun? Chunki jamoat degan imomga ergishishga buyurilgan, shunami? Ergish degan tang-tang qilishni bo'lmaydi. Aqib bo'lgandan keyin oqidan qilsang ergashgan bo'lsa demakchi. Va fi salami ba'dahu bil ittifaq. An salom bergan chaqda Imom Abu Hanifa mo imom salom berib bo'lgandan keyin ondan jamoat salom berdi debdi. Ana Imom Abu Hanifa nima uchun takbir tushgan chaqda tang takbir tushirdi dedi, salom bergan chaqda imom salom berib bo'lgandan keyin oqidan salom berdi dedi. Farqi nima bu ikkisining desa,
Anna tekbira şuru'un fil ibade. Tekbir degan bir ibodatga tutish qilishdan iborat. Bir ibodatga kirishdan iborat. Fal musara'atu ilayhi afdal. Bu hamda ibodatga oldirganlik, ibodatni yaxtuganlikni ko'rsatgan bo'lg'achqa gachchida oldirab qilamiz. Undan imom bilan tang yugurib qilishimiz lozim demoqchi. Va salamu xurujun minha. Hamda salom berish degan namozdan chiqadigan ish bo'lgan ekan, namozdan qaçqandak ya namozdan chiqish oldirgandek bo'lmas uchun imom salom berib qo'ygan ekan, undan keyin salom bermaz deydi. Fal ibta'u afdal. Oldirmay salom berish afzal deydi. Yana Abu Hanifa'ning bu yerdagi farqi iqtido qilish degan musharakatni bildirdi deydi. Iqtido degan musharaka, ya'ni tan qatnashishni bildirdi. Agish degan. Undan keyin bu musharaka nima bilan vujud chiqdi bo'lsa, shu muqarana bilan vujud chiqdi. Tan qilishdan, tankash qilishdan iborat. Lekin salom bergan chog'da masalan, o'ng so'lga salom berib qo'ygandan keyin, undan keyin jamoat salom beramdi yoki bir qatim salom bergan chog'da bir qatim, ikkinchi qatimdan keyin ikkinchi qatimni qilamiz. Fasilab qilamiz. Ikkini butun harakatda ikkinchi salomni qilib qo'yish saqlamaymiz. Mavla ikkini bir faoliyat deb qarab, ikkinchisini salom berib qo'yguncha saqlab turib, undan keyin qilamiz. Biz bo'lab qilganmiz. Bu hamda ochiq bir nas yo'q, qashunda ijtihodiy qaragan. Yo'q, u ashxaxninki dinni yaxshi tushunmaganligi bor. Masalan, ba'zilar imom sajda qilib, beshni ko'targandan keyin bu taqvodorlik duo qildim deb beshni ko'tarmay turdi. Ikkinchi sajdaga baray deb qo'yganda turdi. Yoki tashahhudda o'tirib qolgandan keyin tashahhudni o'qib bichaq qadar beshni ko'tarmay turdi. Bu fiqhdan emas. Sen nafl o'qigan vaqtingda 2 soat sajda qil, 2 soat qiyomda tur. Lekin bu yerda hozir shariat buyrug'i nima? Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Fa idza sajada fasjudu va idza rafa'a farfa'u. Degan bo'lgan ekan, farqi bor. Fa idza rafa'a farfa'u. Beshni ko'targan aman beshni aman darhol ko'taranglar. Bo'lmasa jamoatlar namoz o'qidi. İmam va boshqalar beshni ko'tarib o'tirib bo'lsa, bu sajda qilgan holat u nar bu jamoatchilik bo'ldi, birlik, barobarlik shakllanmaydi. So o uzun duo qilma, uzun nima qilma degan san shu kecha sulusul axirda qilib ol uni. Bu lekin jamoat ko'rganidan men yaqsiladim jiqroq duo qilib sajdaga bosh urdim degandek bir nima bo'lib qoldi bu. Riyarlashib qolgan besh. Hozir imomda evizdan chiqqan gap bilan takbirlama qilgan harakati tamomlanib qolgan. O bundan keyin chiqishi mumkin maktabda. Ana bu Shafiy mazhabda imomga iqtido qilish masalasida kechiktirish joiz deb qaraydi. Bir qadam kechiktirish. Masalan, imom Allohu akbar deb ruku qildimi? Bu tahiyamda Samiallohu liman hamida degan chaqda bu turgan vaqtda kechikkan kishi Allohu akbar deb turdi. Bu sajdaga tushgan chaqda bu beshni ko'tardi. Bu ko'targan chaqda bu tushirgan. Ma'noga Shafiy mazhabda joiz deb qaraydi. Ya'ni bir qadam imomdan kechikishki bo'ldi dedi. Mana sizlikda Shafiy bo'lg'achqa bo'la shunda sal qarishi mumkin. Lekin bizda shu hadis ko'rsatgan bo'yicha imomga jikdek ergishlangan. Mana Hanifiy mazhabning aloyiligi mana. Shu imom qilgandan keyin aqildan qiladigan bo'ldi. Shunga sahibanimda ba'dahu dedi. Nima uchun? Shu fargar bo'ladi. Ta'qib deymiz-ku, aqildan qilish. Va yahdifu at-takbira. Takbirni gach-gach kis deydi deydi. Va Allohu akbar deb undamiz. Biz azan to'landa Allohu akbar deb so'zliqo odatda namozga takbir tushirishda va namozning ichidagi mush takbirlarni gach kis qilamiz deydi. Bu so'z emas. Hazf degan shu. At-takbiru hazfun yoki at-takbiru hasmun deb mubah. Va huwa sunnah, as-sunnah shu. Ya'ni so'zmaysiz degan mal, la yamuddu at-takbir degan mal va yahdifu at-takbir degan. Va li'anna al-madda fi awwalihi kufrun. Yana bir sababi takbirning oldida alifni so'zlash masalan, bu kufrga olib berishi mumkin. Allohu akbar. Xudo Allohu adina lakum
bu istifhamda Alloh taolo akbarmi degan bo'ldi. Ya'ni akbarligini e'tirof qilmagandak, akbarmitte degandak, istifham inkariydak bir narsa bo'lib qoldi. Bu kufr bo'ldi demak. Ma 5-surash istifham bo'lganlikdan kufrga elib boradigan so'zga yetib qoladi deydi. Yani kufr deyotmaymiz, ama kufr unda ma'ni demaydi uni. Lekin shunda nachar mazmun chiqarib qo'ydi. Likawnihi istifhama, istifhamga aylanib qolganlikdan. Va fi akhirihi lahnun, va fi akhirihi va fi wasatihi lahnun demoqchi. Alloh desa masalan, ma o'tiram Alloh degan shunama. Akbar desa bu oxir bo'ldi. Undan keyin bu lahn bo'ldi. Lahn degan arab tilida endi xato o'qish, ma'ni o'zgarib ketadigan holatda o'qishni lahn deymiz. Min haythul arabiyya, arab tilining qoidasi bo'yicha bu xatolik bo'ladi deydi. Qala va yarfa'u yadayhi li yuhadiya ibhamahu shahmatay udhnayhi. Namozga quloq qoqqan chog'da qo'lini ko'tardi. Bu qo'lni ko'tarish hozir Hanifiy mazhabda quloq qoqqan chog'lam ko'tiramiz, ha? Undan boshqa ko'tarish yo'q. Bizning 5-ortib kelayotgan rafiyat masalasi shu. Dastlabki quloq qoqishda qo'l ko'tarish bor, undan boshqa chog'da qo'l ko'tarish yo'q. Undan keyin g'ayr yaday degan bu takbiratut tahrimda Alloh akbar deb quloq qoqqan chog'da bosh barmoqi quloqining yumshiqqa udul keldi deydi. Bunda barobarlikda, bunda egizlikni ko'taramiz demakchi. Mana. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam Liwa'il ibn Hujr radhiyallohu anhu, "Idza iftatahta as-salata farfa' yadayka hida'a udhnayk." Namoz quloq qoqqan chog'da qo'lingni quloqning barobarida ko'targin. Mush lafzlar bunda hadis kamyon bo'lishi mumkin. Lekin mush mazmun to'g'ri. Sahih Muslim degan hadislarda va yarfa'u ibhamahu hida'a udhnayhi ya shahmatu udhnayhi ila furu'i udhnayhi deb kelgan. Sahih Muslim sahih hadis bor. Wa huwa an yarfa'ahuma mansubatayn hatta takuna al-asabi'u ma'a al-kaffi nahwa al-qibla. Qanday ko'tardi desa, tik tutib ko'tardi. Bunda barmoqni orqani yig'ib olmaydi. Masalan, menda qilib emas. Ya menda qilib emas. Ba'zi odamlar menda qildi. Buni yig'ib olmaydi, tutamiz deydi. Orqan barmoqlar orqani qibla tarafga yuzlangan. Menda emas. Menda tutib, menda. Quloq tekkizish degan gap yo'q ana bu mazhabda, ha? Diqqat qiling. Quloqqa bunda tekkizdi. Uyg'urcha quloq qoqdi degan so'z ham shu quloqqa udullash turgandan kelgan bo'lishi mumkin. O'rsa bunda o'sha halqa taqaydigan yerini bunda ko'tarib turgashi. Shuning udulida bo'ldi. Teyish kerak emas. O'tirib qolmasa, yaday kiyigan quloqni tuygan to'g'ri chiqishi mumkin. Lekin ibhamahu degan so'z bor. Sayyid bor. Sayyid Muslimda bor deyman. Hozir hamda shu birinchi qatim quloq qoqqan chog'da ko'tarish hamma olimlar ittifoq. Keyingi ko'tarishlarda ixtilof bo'ldi. Na qadar ko'tirdi degan masalada Hanifiy mazhab quloqning yumshiqiga barmoq udul kelgan shunda barobarda ko'tarishni, musha qadar ko'tarishni shuni tanladi. Shafiy mazhabda mo'ris qadar ko'tarishni tanladi. Hanifiy mazhabning tayangan dalillar cho'lsa, Sahih Muslimdagi va Abu Davud'dagi sahih hadislardan ayda hida udunayhi ila furu'i udunayhi degandek hadislar bo'lg'achqa shuni tanlagan. Endi Shafiy mazhabda nima uchun mo'ris qadar ko'tarishni tanladi desa, Ibn Umar radhiyallohu anhudan, ya'ni Abu Humayd as-Sa'idi radhiyallohu anhudan Sahih Buxoriyda kelgan yoki muttafaqun alayhi hadislar bor. Masalan, Ibn Umar radhiyallohu anhu dedi: "Ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta tuhadiya mankibayhi." Mo'risning barobarida bo'g'ichi ko'targanligini ko'rdim dedi. Bu muttafaqun alayhi hadis deyman. Abu Humayd as-Sa'idi shunday rivoyat qilgan. Endi Hanifiy mazhabda juda ching turdiganlar qo'lni shu qadar ko'targanlar bo'lib qolsa, bu namoz o'qishdan anasi o'rganib olganlar deb
Manda hücum qilgan ahvol bo'lgan. Chunki ayollar aqrab ila satr. Unda ko'tarsa ma'lum bo'lib qoldi deb, ko'ksi yoki badan ma'lum bo'lib qoldi deb, undan ko'tarish tanlangan bo'lg'achqa, ayollar shunda ko'targan bo'lg'achqa, bu namoz o'qishni onasi o'rganib olgan deydigan, manda aqaraliga ahvol bo'lgan. Lekin har ish qilsa, say sunnatda kelgan hadislar. O Hanifi mazhab cho'ng turaman deganlar, bu Ibn Umarning hadisini yo'q chiqarib Ibn Umarning rivoyatini tutganlar, Hanifi mazhab tanlagan xulqining barobarida ko'tarishni yo'q chiqarib o ta'sibdan iborat. Lekin Hanifi mazhab Ibn Umarning rivoyatini omg'anligiga nima deb o'zlari bayon qilgan? Bu sayya muttafaqun alayhi hadis. Nima uchun siz ommadingiz buni desa, Hanifi mazhab tikildaydiki, Vail ibn Hujr, Abu Hurayra va boshqa sahobalar xulqining udildi ko'targanligini rivoyat qildi. Ibn Umar radhiyallohu anhu muriz qadar ko'targanligini rivoyat qildi. Lekin Ibn Umarning qilgan rivoyati va ko'rgan ahvoli balki qish vaqtlarda so'g'oqdan kiyimga to'nlig'i purkinib turg'achqa bir egiz ko'tarolmay, unda past ko'targan ahvol uzrlik holat bo'lishi mumkin. Chunki Vail ibn Hujrning bir rivoyatida qadimtu alayhim fil am al-thani. Mesela birinci likatda Rasulullohning shu quloq barobar ko'targanini ko'rdim. İkinci likatsam qadimtu alayhim fil am al-thani fawajadtuhum yarfa'una aydiyahum fil aksiyah min al-bard. Bunda yo'ginilib qo'llarini ashining ichidan chiqarmaydi. So'g'oq bo'lgan ekan, qo'limda chiqarib yurmayman, to'nidan yo'gingan narsalar bundan ko'targanligini ko'rdim degani, yani shu egiz ko'tarolmaydi o'chaqda. Tasdiq ko'targan ahvolni ko'rdim. Yani bu so'g'oqdan ya shunday ma'lum bir sababdan tuvarrak ko'targan, lekin normal ahvolda shunday egizlar ko'tarish tarjih qilamiz demoqchi. Quloqdan yumshatib ko'taramiz deb barmoqni quloqdan shu yumshatib qilindi yoki ma yani shu bash barmoq quloqning yumshiqiga udul keldi. Undan keyin ma alqonning va uchlari bu boshning mushaqa qadar kelindi bu. Yani İmam Tahaviy o'xshi ba'zi ulamolar Ibn Umarning hadisi bilan mo'ris qadar ko'tirib degan bilan quloqining udulni ko'tirib degan ikki rivoyatni birlashtirib ikki shaxnimda egib o'tirib akilib mo'ris qadar alqonning tuvan tarafi mo'risda bo'ldi. Alqonning uchi quloqining uduldi bo'ldi. Undan keyin shu o'tirib eshitgan bo'ldi deb başında tanlagan. Lekin bu shunday masalalarda cho'qim birisi to'g'ri, birisi xato bo'lishi kerak emas. Her ikisi to'g'ri. Her ikisining joizligini ko'rsatish uchun Rasululloh har xil ashunda ko'targan bo'lishi mumkin. Manda ko'tarsang bo'ladi, manda ko'tarsang bo'ladi deganni ko'rsatish uchun bunda qilgan bo'lishi mumkin. Hamma sahih kelgan bo'lg'achqa. Yani buni cho'qim mushunda bir xillam qilishing lozim deb unda tengvasak bo'lmaydi. Xoliqalloh mo'ris qadar ko'tarsin, Xoliqalloh quloqining barobarida ko'tarsin. Mushunlar masala bo'lib ketdi. ولا يفرج بين الأصابع barmoqni manda karib eshitmaydi dedim. Unda beklam chaplanmaydi. O'ziga qo'yib turgan gap. Va hakaza takbiratul qunuti va salatul eidain. Yani bu namozga quloqqa qishda shunda dedik. Undan boshqa namoz ichida qunut duosi o'qishga Allohu akbar deb quloq qoqqan chaqdimi va Qurban Eid va ro'za namozlardimi ashijiq takbir aytamizgo, qo'l ko'tarish ko'p bo'lsa-mu, shu chaqildimi, ashunda holat ko'tirdi demoqchi. Mishakchi bo'lsin, biz o'tganki dars iborat o'qiganmagan. Iborat o'qiyla, undan keyin makinki masala, ashrafiyat masalasi, yani shu mashhur masala sal vaqt olishi mumkin. Ham sizlarmo shu masalada unda izlanib filanlar bira bunda masalalarni bir tatbiqiy holatda namuna shaklda biz cho'nqirlabroq bas qilib qo'yamiz. Shuni bilan unda boshqa masalalar shundaroq mangdikan deb misol bo'ldi. Bira masalada sal cho'nqirroq to'xtalib o'tsak foydali. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Shu o'tganki ibora o'qishni to'xtagan bo'lsa, shu yerdan o'qimoqsin bo'ldi. Kur'an'ı okuyup okusak şu terbiye biz bular öldürür diye geçmekte ya.
Ya qaraydigan o'ringa olsam, shu Qur'on qo'yib qo'ygan o'ringa qarizim mayli. Chunki buningda unda bir nas yo'q dedik-ku. İstihadi masala. İstihadi masala Qur'on o'qish masalasi. Namoz turib Qur'on o'qisa, jiqish harakat qilgan bilan bo'lsa, jiqish harakat doirasiga kirdi. Varaqlamasa ashhadu o'qisa. Shuna ibn Mazhabda unda Qur'on qarab turib o'qish shunda yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, hadi qalqinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushafni yoki shunda terga yozilgan biroz surni esib qo'yib, shuni qarab namoz o'qiganmi? Xalifildan biroz shunday namoz o'qiganmi? Cho'ng jamoada o'qigan bir imom Rasulullohning yo tabi'inlarning davrida cho'ng jamoada erkaklardan endi o'qigan ahvol bormi? Hozir daqiqada Hazrat Aisha radhiyallohu anha Zakwan degan quli uyda ayollarga Ramazonda musafni esib turib imom bo'lgan deya bir rivoyat bor. Peki jamoada qanday o'qiydi? Musafni esib qo'yib o'qimda? Yo'q. Ama Şafii mazhabtilar aşı bir rivayetini esib turib, hozir masjidlarda cho'ng jamoada qarimlin boyada shu Qur'on qarab o'qiydigan. İmam olganda o'zi nafs namozini masalan tahajjud namozini o'qisa. O'qisa bo'lmaydi shu. O'qisa bo'lmaydi. Nima uchun? Nima uchun inson bu islomni ojizlashtirgan ish bu. Ya'ni Yahud Nasaralar u kitobni unda yodlayolmaydi, yo'da o'qiolmaydi. Cho'ng mashina unda qarab turib o'qish lozim. Bizning alohidligimiz islomimizning alohidligi shu Qur'onda shunday yo'da bildigan ahvol bor, yodlayoladigan ahvol bor. Unda oniki ya Qur'on qarab o'qisang bo'ldi desa, yodlashni asosda yo'qdimiz. Shundan dillardan sug'urilib chiqdi-da, Qur'on bo'lmay qolsa bir uzroq bir tahajjud o'qiyadi, o'qiyolmaydi shu. İmomim o'qiyolmay, unda bo'lsa bu islomni ojizlashtirish. Bundan İmam Muhammad ibn Hasan Shaybani degandek tashabbuh bil yahud va nasara. Yani Yahud Nasaralarga tashabbuhdan iborat bu. Bizni o'xshamasligimiz lozim deydi. Bu toza yaxshi yuzlanish emas. Mushaf qarab o'qish, shuni o'qishtamdiku. Ya, mushaf qarab o'qisa, Yahud Nasaralarmi namoz o'qisa, shu Injil, Tavratni o'qib qolsa, shuni qarab o'qiydi ular. Hozir bu kishilarni taqa avam nadan haqlar masjidlarni ko'rsanglarmi, shu misrli qildim masalan. Jamoat imom emas. Jamoat o'qimaydi-ku taravihda masalan. Buni mushafdan tutib varaqlab bunda oqib turdi. İmomning o'qiganini mushafni varaqlab qarab turganga. Misrdami shunda? Ya'ni bu sajda qilmoqchi, ruku qilmoqchi bo'lsa qanday qildi? Qattiqdan yanchiq qilsak qo'yib, mumkin sajda qilib qo'yani elab bunda varaqlab turib bunda qilmaydi. Bu xushuga ta'sir etkazadigan, Yahud Nasaraga o'xshab qoladigan, islomni ojiz qilgan bir qiliq. Buni qilmaslik lozim. İmam o'qiyotganingizda sen anglab tursan, Qur'on qarab o'qishni sen uyga kirgan chog'da o'tirib o'qib ol uni. Qur'on qarab. Bu namozda ya imom xato qilsan, luqma solgan odam bo'lmasan, imomning oqida necha odam bor luqma solgan. Luqma solgan odam bo'lsa, masalan bizda bunda Qur'onni tushirish uchun xatni tug'izgan ish bor. Bunda ish bo'lib qolsa, bu nafl namoz bo'lib qolsa, farz namoz bo'lib qolsa, Qur'onni tushirish uchun nima uchun mayli deyish mumkin. Mayli bu hamda bir xil chiniqtirishdan iborat bo'lg'achqa ko'z yumaymiz deb mayli deymiz. Lekin u farz namozlarda jamoat har kishilar shu cho'ng jamoada o'qiydigan bunday yerda islom unda ojizlik bo'lmaydi. Xatni tug'an chog'dimi, luqma solgan qarinda bo'lsa, boshqa Qur'on qarab tursin. Qarim oqib tursin. Shunga bizning diyorimizda burun tortib xatni turishilib qolsa, Tövbeş qarimni taklif qilib, "Men o'g'lim xatni turmoqchida, aql turib paslar" deb xizmatini qilib tug'izdilar shu. U Qur'on qarab ham dazistonda turmaydi. Unda turish imkoniyati yo'q, uyda xatni o'qish tas. Avar qilganda ish bo'lsa, Qur'onni tushirish, shundan nima qilishga uni ko'z yumamiz. Ibora qilma. كان لا يجاوز بصره في صلاته موضع سجوده تخشعا لله تعالى وهو أقرب إلى التعظيم من لسان الطرف يمينا وشمالا. الطرف لسان الطرف طرف ينكز فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فغض الطرف تيان كذا جملة يغضوا من أبصارهم ديان. قال ومن أراد الدخول في الصلاة كبر لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى
وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يدع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر ويقول الله أكبر وإن افتتح بلفظ آخر ممنوع من الصرف يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزاءه. ولهما قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى إذ يحاذي إبهامه رحمتي أذنيه لقوله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر رضي الله عنه باغوشده باشد دان قرسمو باشد لوائل بن حجر رضي الله عنه إذا مسحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك أغنى أشنا دون أشرمه